Yangi novosti, yangi informatsiya, shok bo'lib qolib qolasizlar. Shok. Prosta miyam portlab ketdi. Kokosha dugonam nimaga yo'qolib qoldi? Nimaga yangi vaynlar chiqmayapti? Nima bo'ldi ekan desam, invalid qilib qo'yishibdi Kokoshani. Vashshe kapets, ko'ringlarmi rasmlarni? Toppa soq qizni medkonsultant klinik invalid qilib qo'yishibdi, представляете? Kirib biladi, qassoblar chopib tashagan. Nekroz bo'lib ketgan telalari, yo'pti bayamay. Dugonam nima yo'qolib qoldi deb xalaqval so'rab yozay desam, больницада yotibdi ekan, 3 marta уже narkoz bo'libdi. Yarasini atrofini tozalaymiz deb vashshe nekroz qilib tashashgan, qo'rqinchlik darajada. Chivorasizlar rasmlarni ko'rsanglar. Ahvoli juda ham og'ir. Hozir Turkiya bilan gaplashyapmiz, srochno Turkiyaga operatsiyani Xudo xolasa Nihol oformlayat qilyapti, Go'zal bilan gaplashyapti, dogovor ketyapti hozir. Srochno olib kelmasak bo'lmaydi. Juda ham qo'rqinchlik. Rasmni qaranglar. Это pizdets. Pizdets. Bilat O'zbekistonda vrachlar qassoblar ishlaydi, yo'pti va yo'may. Hozir shumixa ko'tarib, Nihol janjal qilib, tam istoriyasini bersin, doktorlik istoriyani bersin, biz Turkiyaga jo'natamizsa, qochib kabinetga qochib ketishdi vrachlar, представляете? Medkonsultant klinika bilan. Pizdets, nimasizlar qassobxonadan olganmizlar ishchilarni, yo'pti va yo'may. Soppa-soq odamni Блядь, изуродовали, блядь, восстановление. 3 marta narkoz qilishibdi. Уже operatsiyadan keyin, abdominoplastikadan keyin, liposuksiyadan keyin, undan tashqari yana 3 marta narkoz berishib, ichini tozalashyapti ekan. Tuzata olmayapti va chiryapti. Halim opaga bee'tibor berdik, mana o'lib ketdi. Odamlar bee'tibor bo'lmaylik. Bechora qiz soppa-soqni invalid qilib qo'yishibdi. Shu bee'tiborlik o'limga olib keldi Halim opani o'limiga. Yo'pti va yo'may. Kimdir gapirish kerak-ku buni. Sog'liqni saqlash vazirligi qayoqqa qarayapti? Mana Sabrinani operatsiyasini ko'rdinglar. Qiyshiq qilib qadab qo'yishgan. Endi bu bilak qayerdan olyapsizlar? Qayerda o'qiyapti bu vrachlar? Medkonsultant klinik qayerdan olgansiz sen vrachlarni? Qayerdan diplom bergan senlarga? Odamlar o'lib ketyapti senlarning orqanglardan.